Bu videoda koagulyator apparati to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Koagulyator apparati yuqori chastotali tok yordamida to'qimalarni kesish va qonni to'xtatish uchun ishlatiladigan jarrohlik qurilmasi hisoblanadi. Bu apparat operatsiya paytida qon yo'qotishni minimallashtiradi va jarrohning ishini sezilarli darajada osonlashtiradi. Koagulyator apparatlari bir nechta turlarga bo'linadi. Monopolyar koagulyatorlar, qo'llanish sohalari bu umumiy jarrohlik, laparoskopik operatsiyalar, onkologiyada va ortopediya sohalarida qo'llaniladi. Bipolar koagulyatorlar, qo'llanish sohalari bu neyrojarrohlik, oftalmologiya va kardiostimulyatorli bemorlarda foydalaniladi. Kombinatsiyalashtirilgan koagulyatorlar, bunday koagulyatorlar ham monopolyar, ham bipolar rejimlarni o'z ichiga oladi. Argonli koagulyatorlar, bunday koagulyatorlarda elektrod to'qimalarga tegmasdan kontaktsiz ishlaydi. Argon gazi ionlanib elektr toki hosil qiladi va bu orqali elektr toki to'qimalarga uzatiladi. Bunday koagulyatorlar endoskopik operatsiyalarda ishlatiladi va ultratovushli koagulyatorlar. Siz yana qanday koagulyator turlarini bilasiz va ular qaysi sohalarda qo'llaniladi? Izohlarda yozib qoldiring. Hozirgi kunda koagulyator qurilmasi umumiy jarrohlik, ginekologiya, urologiya, neyroxirurgiya, endoskopik operatsiyalar va boshqa jarrohlik amaliyotlarida keng qo'llaniladi. Koagulyatorning ishlash prinsipi yuqori chastotali tokka asoslangan. Qurilma generator deb atalgan blok orqali yuqori chastota 300 kHz dan 5 MHz gacha bo'lgan chastota o'zgaruvchan tok ishlab chiqaradi. Bu tok maxsus elektrod orqali bemorning to'qimasiga uzatiladi. Tok oqimi to'qimaning elektr qarshiligiga uchraydi. Natijada elektr energiyasi issiqlik energiyasiga aylanadi. Hosil bo'lgan yuqori harorat to'qima oqsilining ivishiga va qon tomirlarining yopishishiga sabab bo'ladi. Bu esa qon ketishini to'xtatadi. Bemorga berilgan tok bemor tanasidan oqib o'tadi va passiv elektrod orqali koagulyator apparatiga qaytib keladi. Koagulyatorning asosiy ish rejimlari ishlatilayotgan tok shakliga qarab koagulyator turli xil ta'sir ko'rsatadi. Kat, kesish rejimi, tok doimiy va past kuchlanishli bo'ladi. Natijada to'qima qiziydi va hujayralar bug'lanadi. Bu esa kam qon ketishi bilan toza kesish imkoniyatini beradi. Koagulyatsiya rejimi, tok impulsli va yuqori kuchlanishli bo'ladi. To'qima qizib ivitiladi, lekin bug'lanmaydi. Natijada qon tomirlari yopishadi va qon ketishi to'xtatiladi. Blend, aralash rejim, kesish va koagulyatsiya xususiyatlarini birlashtiradi. Bir vaqtning o'zida ham kesadi, ham qonni to'xtatadi. Koagulyatorning tarkibiy qismlari. Generator bloki elektr tokini yaratadi va chastotani boshqaradi. Old panelida rejimlarni boshqarish sozlamalari mavjud. Undan tashqari elektrodlarni ulash uchun maxsus razyumlari bor. Qalam shaklidagi aktivniy elektrod va bipolar elektrod. Passiv elektrod. Bu elektrod faqat monopolyar rejimda ishlatiladi, bemor soniga yoki yelkasiga yopishtiriladi va tokni xavfsiz tarzda qurilmaga qaytaradi. Pedal jarroh oyog'i bilan bosib koagulyatorni ishga tushiradi. Bu videoda koagulyator to'g'risida boshlang'ich ma'lumotlarni ko'rsatib o'tdik. Keyingi videolarimizda koagulyatorni ishlatish va ishlatish jarayonida yo'l qo'yiladigan xatoliklarni ko'rsatib o'tamiz.